Qozog'iston Mudofaa vazirligi 2026-yil boshidan beri bir nechta harbiy xizmatchilarning o'limi ortidan favqulodda choralar ko'rdi. Qozog'iston armiyasida harbiy xizmatchilar muntazam ravishda halok bo'layotgani kuzatildi. Bunday hodisalar soni uzluksiz davom etmoqda va birgina shu yilning yanvar oyida 3 ta o'lim holati qayd etilgan. Muddatli harbiy xizmatchilar orasida bir qator o'lim holatlari qayd etilgandan so'ng Qozog'iston Mudofaa vazirligi xavfsizlik qoidalarini buzilganligini tan oldi va qat'iy choralar ko'rilishini e'lon qildi. Jumladan, intizom va tarbiyaviy ishlar ustidan nazorat, qurol bilan ishlash va mashg'ulotlar uchun xavfsizlik talablari kuchaytirildi. Vazirlik shuningdek, qo'mondonlar va serjantlarning shaxsiy javobgarligini oshirdi. Harbiy politsiya tomonidan keng qamrovli tekshiruvlarni tashkil qildi va shaxsiy tarkib ustidan, jumladan xizmatdan tashqari vaqtda ham 24 soatlik monitoringni joriy etdi. Bundan tashqari, askarlar va ularning oilalari o'rtasida doimiy video aloqa o'rnatildi. O'tgan yilning noyabr oyida Ostonada Qozog'iston armiyasida turli vaqtlarda halok bo'lgan va jarohat olgan askarlarning onalari ishtirokida miting bo'lib o'tdi. Qozog'iston armiyasida halok bo'lgan va mayib bo'lgan askarlarning onalari o'g'illarining o'limi va jarohatlari bo'yicha tergovni qayta boshlashni, harbiy islohotlarni va Mudofaa vazirligining javobgarligini talab qilishdi. Namoyishchilar hibsga olinib, politsiya bo'limiga olib ketildi. Qonunni buzganligi haqida suhbat o'tkazilgandan so'ng ular qo'yib yuborildi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili mamlakat armiyasida taxminan 300 nafar chaqiruvchi halok bo'lgan. Kapitalistik tizimning korrupsiyasi va zulmi harbiylarning barcha qatlamlariga kirib bordi. Insoniyatning o'zi bu yovuz tizimning soyasida yo'qolib bormoqda. Chunki odamlar o'zini tobora yovvoyi hayvonlar kabi tutmoqdalar. Go'yo bu insoniyat uchun odatiy holdek. Kuchlilar kuchsizlarni yo'q qilmoqda.